Assalomu alaykum, Migratsiya O'zbekiston YouTube ijtimoiy tarmoq obunachilari. Bugun sizga sarlavhada ko'rib turganingizdek, Germaniya hukumatiga har oyda 350 yevro to'lab, bemalol ishlash imkoniyatini beruvchi viza turini aytib o'taman. Bu viza turi 1 yillik, ya'ni siz 1 yil mobaynida Germaniyaga borib ishlashingiz mumkin. Vizangiz tugayotgan vaqtda vizani almashtirish imkoniyatlari mavjud. Nima uchun Germaniya til bilmaganlarga ham mana shunday imkoniyatlarni taqdim etyapti? Xo'p, mana shu bo'yicha sizga video davomida to'liq ma'lumotlarni aytib o'taman va nima uchun Germaniya O'zbekiston fuqarolarini, balki O'rta Osiyo fuqarolarini shunchalik katta miqdorda o'z hududiga taklif etayotganini bilib olasiz. Xo'p, ana endi Germaniya haqida aytadigan bo'lsak, Germaniya O'zbekistonga olib qaraganda iqtisodiyoti jihatidan 45 barobar katta davlat. Dunyoda 5 ta davlat bo'yicha reyting tuzilganda har doim Germaniya mana shu 5 ta reytingning ichida turgan. Ya'ni Germaniyani nima uchun iqtisodiyoti katta va nima uchun boshqa davlatlardan ko'p ishchilarni chaqiradi? Bilgan bo'lsangiz, dunyoga mashhur brendlar, mashina brendlari bor. Bular BMW, ya'ni BMW, Mercedes, Porsche, Audi va bulardan boshqa oddiy avtomobil ishlab chiqaradigan zavodlarning ko'pi Germaniyada yig'ilgan va mana shu zavodlar yurishi uchun chet el davlatidan ishchilarni Germaniya hukumati chaqirmoqda. Bunga yana bir sabab Germaniyaning o'zining tub aholisi, fuqarolari Germaniyada daromad solig'i borligi uchun boshqa davlatlarga ko'chib o'tishlari ham kuzatilmoqda. Bu davlatlar Germaniya hukumatining fuqarolari, Germaniya fuqarolari hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Avstraliya, Yevropaning boshqa davlatlari, deylik Irlandiya, Britaniya, Norvegiya, Finlandiya, Shvetsiya kabi davlatlarga ko'chib o'tishmoqda. Sababi Germaniyada daromad solig'i balandligi uchun. Daromad solig'i bu O'zbekiston fuqarolariga ta'sir etmaydi. Albatta, Germaniyada qaysi soatda qanday ishlashni bilsalar. Xo'p, Germaniyada shunday ishlar borki, siz daromad solig'i to'lamasdan ham ishlashingiz mumkin. Bizning Migratsiya O'zbekiston Telegram kanaliga ulanish uchun Telegram ilovangizga kirib olasiz va qidiruvlar joyida Migratsiya O'zbekiston deya yozganingizdan so'ng birinchi o'rinda Migratsiya O'zbekiston kanali chiqib keladi va 60 ming obunachiga ega. Xo'p, Migratsiya O'zbekiston Telegram kanaliga ulanishdan asosiy maqsad bu yerda vakansiyalar joylanishi bilan birinchilardan bo'lib ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi va bu ro'yxatdan o'tish jarayonlari YouTube ijtimoiy tarmog'iga 2 kundan keyin joylanadi. Ya'ni Telegramga obuna bo'lganlar birinchilardan bo'lib ro'yxatdan o'tishlari mumkin, vakansiya bo'yicha xabar topishlari mumkin. Ana endi viza haqida aytib o'tadigan bo'lsam, bu viza 1 yillik viza hisoblanadi. Siz u yerda borib, haftada 20 soat ishlash imkoniyatiga egasiz, lekin 20 soatdan ham tashqari juda ko'p ishlash imkoniyatlari bor. Ya'ni biz o'zbeklar u yerga borgandan so'ng Germaniyada aytilgan soatda ishlasak, daromadimiz kam bo'ladi. Ya'ni bir kunda 8 soat, shanba-yakshanba kun agar biz borib u yerda dam olsak, daromadimiz kam. Agarda biz kuniga 12 soatdan ishlab shanba va yakshanba kunlari dam olmasak, u yerning fuqarosi qancha ishlasa, biz ulardan 2 barobar ko'p ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu isbotlangan narsa. Lekin bizni borib mana shu zaylda ishlashimiz Germaniya uchun noqonuniy bo'ladi va davlatga biz hech qanday soliq to'lamaymiz. Shuning uchun davlat bizdan foyda ko'rmaydi. Xo'p, buni Germaniya hukumati sizga tavsiya bermaydi. Men aytmoqchimanki, ko'proq daromad qiladiganlar bo'lsa, mana shu yo'ldan foydalanishlari mumkin. Xo'p, ketish xarajati 1,5-2 ming dollarni tashkil etadi. Bu albatta til kursi vizasi. Til kursi vizasiga siz nemis tili orqali borasiz. Nemis tilini bilmasangiz ham bemalol til kursiga topshirishingiz mumkin. Sababi siz til o'rganish uchun borasiz. Tilni bilsangiz, siz u yerga til o'rganish uchun bormaysiz. Germaniya hukumati ham buni tushungan holda nemis tilini o'rganuvchilar bo'lsa, bemalol Germaniyaga kelishlari mumkin. Nemis tilini bilgan holda avtozavodlarda va balki boshqa ishlarda bemalol ishlab ketishlari mumkin. Chunki ular daromad solig'ini sizdan olish kerak, shuning uchun ular sizni ishga taklif qilishyapti. Siz u yerga borib nemis tilini o'rganib, daromad solig'i to'lamasdan boshqa ishda ishlashingiz ham mumkin bo'ladi. Bulardan yaqqol bittasi misol, siz Germaniyaga borgandan so'ng deliverlik sohasi, ya'ni yetkazib berish sohasida ishlasangiz bo'ladi. Bularda bemalol velosipedda deliverlik qilsangiz ham bo'ladi, mashinada ham. U yerga borganingizdan so'ng siz bir kunda 12 soat ishlasangiz va shanba-yakshanba kunlari ham dam olmasdan, deylik 12 soat emas, 10 soatdan ishlasangiz, Germaniyada bemalol siz 3000 yevro topish imkoniyatiga egasiz. Va har oyda xarajatingizni ayirib tashlaysiz. Mana shu 3000 yevrodan
bir oyda Germaniya hukumatiga siz nemis tilini sizga o'rgatayotgani uchun 350 yevro to'laysiz va sizni kvartira xarajati va yeb ichish xarajatingizga 8 yevro to'laysiz. Bunda kelib chiqadiki 1150 yevro. Deylik, yana biror narsa sotib olishim mumkin, kiyim-kechak sotib olishim mumkin desangiz, hop 1150 yevro emas, 1400 yevro bo'ladigan bo'lsa, siz bir oyda bemalol 1600 yevro daromad qilishingiz mumkin. Bu dollarda 1700 dollar degani. Agarda Germaniyaga ishga bormoqchi bo'lsangiz, ushbu video kommentariyasida yoshingizni, ismingizni va qaysi davlatda ekanligingizni yozib qoldirsangiz bo'ldi. Agarda siz 45 yoshgacha bo'lsangiz, sizga mana bu viza turi bo'yicha Germaniyaga borish tavsiya etiladi deb albatta yoshingizga qarab kommentariyangizga javob qaytarib chiqamiz. Agarda Germaniya, boshqa davlatlar bo'yicha ham fikr, mulohazalar, savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Xo'p, Germaniya hukumati O'zbekistonga o'tgan yili 50 ming nafar yuk mashinasi haydovchilari, fabrikalarda ish, temir, svarka sohalari bo'yicha, mehmonxona sohalari, santexniklik yo'nalishlari bo'yicha juda ko'p ishchilarni chaqirishdi. Afsuski, ko'pchilik nemis tilini bilmaganliklari uchun ular hozir nemis tili kursiga O'zbekistonning o'zida qatnashmoqdalar. Agarda siz ham nemis tilini bilmasangiz, bizni Migratsiya O'zbekiston Telegram kanalimizda til kurslari bor. Bu til kursi bemalol sizni nemis tilida muloqot darajasiga gaplasha olishingizni o'rgatadi. Xo'p, Germaniyada ketish xarajati shuncha, u yerda nima ish qilib qancha daromad topishingizni aytib o'tdim. Germaniyada 1 yil ishlashingiz mobaynida bemalol vizangizni ishchi vizaga o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Ishchi vizaga o'zgartirgandan so'ng daromad solig'ini pastroq to'laydigan ishlarda ishlasangiz bo'ladi. Bulardan bittasiga yaqqol misol bu eltib berish xizmati edi. Agarda ko'proq ishlamoqchiman desangiz, 12 soatli ishingizni 14 soat yoki 16 soatga uzaytirsangiz, Germaniyada hattoki 4000 yevro ishlash imkoniyati ham bor. Bu isbotlangan narsa. Faqat sizni mana shu sistemada ishlashingiz Germaniyada qonuniy deb tan olinmaydi. Xo'p, biz O'zbekiston fuqarolari ko'proq daromad qilib O'zbekistonga qaytishni xohlaymiz. Germaniyada uzoq muddatda qolmoqchi bo'lganlar u yerni qonun qoidasiga belgilangan holda, belgilangan muddatda ishlashadi. O'zbekistonda qaytmoqchi bo'lganlar esa u yerda 2 yil, 3 yil tinimsiz ishlab, O'zbekistonga qaytib biror bizneslarini yoki yashash sharoitlarini yaxshilab olishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, sizga bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz xuddi mana shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Videolar o'ylaymanki tushunarli bo'ldi. Agarda sizda savollar bo'lsa, bemalol mana shu video kommentariyasida yozib qoldirishingiz mumkin. Biz har bir yozilgan kommentariyada uzog'i bir kun kechikib bo'lsa ham albatta javob yozishga harakat qilamiz. Xo'p, sizlar bilan dunyo migratsiyasi, dunyo davlatlari migratsiyasi bo'yicha ma'lumot beruvchi Asadbek Hasanov bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.